Assalamu alaykum hörmətli görünmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Amerika Xalqaralıq Dini Erkinlik Komitetining raisi Nuri Turkel əpəndinin bir həftədən beri Avropa qaratqan siyasi həm diplomatik səfərində söhbət edib barımız. Biz bu münasibət bilan Rais Nuri Turkelni bu söhbətə alayid təklif qıldıq. Nuri əpəndim, söhbətimiz xoş gəldiniz. Sizə köp rəhmət. Alı bilan Nuri əpəndim, siz bir həftədən beri məsələn Avropada bir qancha dövlətlərə berib siyasi həm diplomatik bir qism mühim fəaliyyətlərdə boldunuz. Həm mühim yığınlarda, xalqaralıq yığınlarda Uyğurlar münasibətlik nutqlarını sözləyən boldunuz. Aldı bilan siz bu qitim Avropaga barğancha qancha dövlətlərə bardınız, yəni u yerdə nutq sözləyən boldunuz? Rəhmət bu söhbət təklif qılğanınız üçün. Mən Amerika hökuməti vakalətən hazır konuşuyor. Yeni ötəvatqan xizmət məsuliyyətimdən beri bolğan bu xalqara dini erkinlik məsələsi, ammavi diplomatiya məsələsi, bexəterlik məsələsi də bu Amerika hökumətininki tutqan pozisiyası və Xitayninki dünyaga epkivatqan təhdid haqqında mətbuatlar bilan sözləşiş, ondan keyin bu Angliya hökuməti bu yıl ötküzgen xalqara dini erkinlik munbiri qatnaşış. Ondan keyin Romaniyanın paytaxtı Buxarestda bu 22. növbətlik parlamentlara bexəterlik və diplomatiya forumuna qatnaşıb gəldim. Nuri əpəndi, əlbəttə bu siz berib qatnaşqan bu yığınlar, xalqaralıq munbərlər bolsun, nəhayət mühim sorunlar əlbəttə. Sizinki məsələn siz BBC-də bulub BBC-nin ən mühim proqramı bolğan Hard Talk-da, yəni qattiq temalar üstüdə münazirə edib bergan bu proqram qatnaşdınız. Bu proqramda Uyğurlar məsələsini alayida oturuq qoyğan boldunuz. Sizningcə BBC-nin həm də bu qitim əlbəttə sizni tunji qitim ziyarət qilish emas, ikinci qitim qilishi bu Hard Talk proqramında ötən qitimkindən bu qitimki fərq nima deb o'ylaysiz? Ötən qitim naq 4 yilning oldida bu proqram qatnashish fursatim bo'lgan. U vaqtida ham bu sorulayotgan savollar, bu riyosatchininki tushunchasi, ondan keyin bu suhbatni olib ketayotgan direction, shu yo'nalishlar asosiy jihatdan shu Xitoyninki terrorizmni bahona qilib, Uyg'urlarda radikallik ideyasini yo'qotamiz deganni bahona qilib, bu davlatga ba'da deganni bahona qilib, shu hozirgi zulmatlik holatni o'tirg'i chiqarganligining ma'lum darajada behaqliqni ko'rsatishga uringandek mushtaq bir muhitda bu söhbət ib bağlan. O söhbət şunçilik təsbih söhbət olğan. Çünki hazırqadək bu dünya cəmaatçı köngül bilgən, hazırqadək dövlətlərdən bunda siyasət çıxarğan bir məzgil emasdi. Bu qitimdə bu sözününki sorulatqan suallar olsun, onundakin söz timisi olsun, onundakin bu məzmun cəhətdən asman-zımın fərq qıldan. Bunun da köpünçilik şu neymiş bu atıda, neymiş qınmaqçı degan məzmunni öz yağan söhbət oldu. Tabii ki meniki özüm şəxsi həyatının doğrusunu söhbət oldu. Çünki söhbətin əsas temisi mənim yaxında nəşr olğan Qeçiş mümkün bulmadı degan kitabның ki mərkəzi ideyasını asas qılğan bir söhbətdir. Ondan keyin bu Angliyadakı yana başqa bir TV kanal var, ITV News deyə Channel 4 deb tanıldı. Şunun axşamlıq proqramında yana Uyğur məsələsinə, məxsus Uyğur məsələsi doğrusunda, Uyğur qırğınçılıq doğrusunda bu yerdə bir söhbət edib verildi. Ondan keyin bu Notre Dame University siz bilirsiniz, ötən il 6-cı aydan tartib hazırgacha şu Uyğur xalqıga davam qılayotgan bir yesdaşlıq və əməli fəaliyyət elib berişdək şundaq bir hərəkət görülüb durwatıdı. Dünyadakı ən çox katolik məktibi. Bunun Londondakı şu nimisində, şöbə məktəbində, campus deyimiz İngiliscə. Bu Angliya parlament əzası Lord Alton bilan mənə alayda bir kitab söhbəti orlaşdırıb verdim. Bu yerdə bir yüz nüsxədə kitabını elib bular şu yığın qatnaşqan 200-dək adamga taqatış oldu. Bu yerdə də bu nəhayət kən köləmlik Angliya siyasəti, Amerika siyasəti, Xitay siyasəti, Uyğurlarınki əhvalı, şəxsi məsələlər, kitabda yazılğan bu şahidlərin həyatı, Uyğur ballarına boğatqan zorluq, zombuluq, Uyğur ayallarına elib beriyotqan bu vəhşi siyasətlər doğrusunda təfsili söhbət edib. Ondan keyin başqa hökumətnamədə yığınlarda buldum. Nuri əpəndi, amma BBC-ninki münazirə kəlsək, məsələn, BBC-nin bu proqramısı əlbəttə bu BBC-nin ən çox proqramısı. Hard Talk, əlbəttə onun da nəhayət müşkül suallarını soraydıgan, qattiq suallarını soraydıgan bir proqram. Bunun qatnaşqan nurğunlar əlbəttə suallığıma cavab verişimi təs, qeçişimi təs bir xil proqram. Məsələn,
Bu programda bu programның sahibxoni sizden nurgun qattiq suallarını sorgan bo'ldi. Bana bəgən təsir, mən anlağından keyin bular yana hazırmı Uyg'urlardan sal yana gumonlanayotgandek va yoki xalqaroning besim orqali bu Uyg'ur qirg'inchiligini Xitoyga besim qilish orqali to'xtatib bo'lolmaydigandek bir xil ta'sir berdi sizgacha. Menga o'xshash ta'sir berdi, hamda lekin bu programning ismi qattiq suhbat. Qattiq suhbat bo'lgani uchun bizning bu Uyg'ur masalasida u başqalar qattiq suhbat bo'lgan bilan Uyg'urlarga qattiq suhbat emas. Chunki paket, haqiqat, mantiqi biz tarafda. Shuning uchun men o programda o hech bir besimimiz qilmadim. Balkim ko'rgan bo'lishingiz mumkin, oxirida hatta kulimsirab ko'rishgandim odam men bilan suhbat o'tkazgan odatda kulmaydi deb oxirlashtirdi. Ham bu yerda bu tirkashgan masala asosiyatdan 4 nuqtada bo'ldi. Birisi bu sen 95-yili Xitoydan ketibsan ekan. Meni sanction qilgan chog'dimi, bu embargo qilgandimi, Xitoylar video taqib 95-yil Putin desab baxmadim, nim bildi degan masalani o'tirib qo'yib, uningda endi sizning xabaringiz hozir u yerda bizningki jismimizning u yerda turishi kerak emas. Hamma narsa o'tirdi. Xitoy hukumatı o'zlari nishonini qilayotgan qilmishlarini dokladlar orqali aqtashlik dokladlar orqali va bu yaqinda oshkorlangan hujjatlar bilan uning oldida oshkorlangan ishki hujjat bilan bu jazo lagerininki shohidlari bilan bu hamma narsa hozir aydınlash bo'lgan emas. Shu vajdan Amerika hukumatı bir qitim emas, 2 qitim qonun chiqarib bunga tadbir qo'llanayotdi. Shu buni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Ikkinchi masala, senda bir ochiq bormi deydi. Tabiiy men ochiq bor. Chunki qanday Uyg'urlar ochiq olmaydi. Xalq u yerda qirg'inchilik uchrasa, masalan men o'zimni opamni 2014-da ko'rib baxmadim. O bek oddiy bir masala Uyg'urlar uchun. Anasını dadasını göremezlik degan. Anasından dadasmış Amerikalıqlarning ichidimi, mush radioda ishlagan muxbirlarning ichidimi, urug'tuqqanlarning nerede bilmaydigan nurg'un inson, tabii insonda. Endi buni nim qildim, lekin mening alaqi menda bir nafrat o'chilish istiki yo'q, buni bitterness deymiz inglizcha. Uni nima deyish kerak? Har qanday odamning ochiq kelish haqqi bor bundaq bir vaziyatda. Uchinchi o'tirig'i bu nim qilgan narsa, bu musulmon dunyosiningki Uyg'urlarga gap qilmasligini bir xil kinoyi nimasida va sen bu mening dinimni, milliy mavjudiyatimni genocide qilyapti deyapti, lekin bu sen bilan dindoshlardan ovoz chiqmaydi deb uni bir nim qildi. Oxirida andan keyin bu Xitoyninki bu dunyo sahnasidagi kritik halqiliq rol o'ynayotgan bir davlat bo'lib bilan BDT'da olsun, başqa yerda olsun bular qanday taqabul tug'un oldu degan savol. Endi bu Winston Churchillning davlatida bundaq savolning so'ralishmasi bir to'g'ri emas. Onunğa tegishlik javobini berdim siz anladık. Yaxshi, tushundingiz. Bu adam yana sizdan hamda bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik bilan Nazi Germaniyaning Yahudilarga qaratgan qirg'inchilik to'g'risida savol so'rdi. Menimcha uningmi o'rinli javob berdi. Bu genocide emasmi deb xiltirkish baxtdi. Chunki ularning deydigani hozir hamda keng ko'lamli Xitoy Uyg'urni o'ltirmagan ekan, buni qanday silish to'g'ri bo'ladi? Bilmaymiz. Bu hozir bu mundaq men kitobimda yozdim, maxsus bir chapter yozdim. Bu Xitoyninki genocide'ni bir bab. Xitoyning genocide'ni qayta barpo qilishi deb, reinvention of genocide deb. Uningda qaraydigan bo'lsangiz, bu Xitoy hokimiyati shu genocide, shu qirg'inchilikni boshlashning oldida bular xalqaro qonundagi loophole deymiz, gray yerlarni topgan. Mesela bu intent, niyet. Niyetni ko'rsatish uchun buni mass killing deymiz, keng ko'lamli o'ldirish kerak degandek bir gaplar bor. Lekin u narsani biz dunyo jamoatchiligida bu genocide degan kelim o'tirib chiqqandimi? 1945-yili shu Nurembergda o'tirib qo'yilgan never again degan so'z aytilgan shu so'rinda bu intentniki mass killing keng ko'lamlik o'rtaq o'lishning sabab bo'lganligini o'tirib qo'yishda vaqtida ular bilib bo'lgan 6 million yahudning o'lib bo'lganligini, u yahudlarning qanday o'tganligini, qanday gazib tutganligini ko'rib bo'lgan. Vaqtida dalil bo'lgani uchun u niyat masalasi nim bo'lmagan, lekin hozir bu Xitoy hukumatiningki niyatini o'zining nutqiga qaraydigan bo'lsak, masalan Uyg'urlarni yavu çöplük o'qishdi da. Buni ximiya doğru chechish kerak deydi. Ondan keyin deydi, bularga rayim qilmay diktatorlik qo'limiz bilan buni yengishimiz kerak deydi. Ondan keyin bu qurib olgan narsani maktabda dars berish kerak, askariy sohada qo'g'dash kerak, turmalardek boshqarish kerak deydi. Yani bu dunyodagi shu tarixda o'tgan shu Amerikaliklar, Yevropaliklar
özünü günahkar his qiladigan bir siyasetning qayta takrorlanayotganligini men izohlab o'tdim. Bu ancha tez narsa emas. Shunga bu yerdagi niyat, intent masalasi shu Xitoy hukumati shu vaqtida shuni boshlagan chog'da hozirgi dunyo jamoatchiligining ashning esilib olganligini qiyos qilgan bir masala deb ko'rdim. Endi u savol so'raldi. Bundan keyin yana so'ralishi mumkin. Shunday. Undan sart yana bir so'rgan savoli hamda hayron qoldim bir hisobda. Uning davatqani yana Uyg'urlar masalan 90-yillarda Uyg'urlar degan masalan mustaqillikni talab qilamiz dedi. Ba'zi zo'ravonlik harakatlar bo'ldi. Shundan keyin hamda Xitoy Uyg'urlarni hamda bastirish uchun hozirgi siyosatni yurgizyotdi degandek. Xuddi hozirgi siyosati, irqiy qirg'inchilik siyosati faqat Uyg'urlar mustaqillik talab qilib ancha-muncha bir zo'ravonlik harakatlar bo'lganligi uchun ham bo'layotgandek bir xil xato bir savolni so'radi deb o'yladim. Siz tozaliqlik yeriga diqqat qilibsiz. Bu yerda inglizcha bir so'z bor, protagonist deydi. Biz emas, biz buni g'idiqlab, buni bir majburlab Uyg'urlar bir xato ish qilib qo'yib, yo bir sabablardan bu bundaq bir qonli qirg'inchilikni o'tirib chiqargan Uyg'urlar sabab emas. Bu Xitoy Kommunist Partiyasidagi rahbarlarininki o'zining ichidagi milliy dushmanlik. Bu Uyg'urlarning dini katoliklarga mashta muomala qildi. G'arb ellariga bog'lanliq din deb tushungan uchun bu dindan bularga bir so'z erkinligi, ijtimoiy erkinlik, to'planish erkinligi barabar keladi. Bu bizga tahdid bo'ldi degan uchun bu masalani o'tirib ko'tarib chiqdi bular. Bu yerda endi bu Uyg'ur masalasini qandaqdir u yerda u bo'lgan bu bo'lgan deb o'xshash Xitoyninki tashviqotini takrorlashni aytgan. Ham bu yerda men shu nimadim dedim. Ham hozir Uyg'urlarni Xitoy Kommunist Partiyasining qo'yniga ittirish kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'z vaqtida 6 million xalqini Hitlerga qurbon qilib bergan Yahudilarni berib, Hitlerni yod et, Hitlerga cheksiz muhabbat azarqan degandek o'xshash bo'ldi. Uyg'urlar hozir berib sen A siyosatman, M siyosatman deyishning o'zimi mantiqsiz. Agar har qanday bir odam, har qanday bir hokimiyat Uyg'urlarning haq-huquqini, erkinligini, vijdonini hurmat qildigan, o'ldan kelajakda qanday bir sistemda, qanday bir davlat yashaydiganligini hurmat qilish kerak. Albatta. Sizningcha Xitoy hukumatining hamda Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik elib berishi siz degandek sababdan sirt masalan Xitoy hukumati shu Uyg'urlar Sharqiy Turkiston deydigan bu zamindan shu ayrilib qilishdan andish qilib, shu Uyg'ur degan millatni biz surib to'qay qilib yo'qotmasak, bu ya balkim vaqt soat kelsa qo'limizdan xuddi Sovet ittifoqi parchalangandek ketib qilishi mumkin degan shu xiyolim bormi? Xitoy darsini yaxshi ilyapti. Boshqa davlatlar, boshqa millatlar qurbon beryapti bular darsini. Masalan, so'g'oq urushdan keyin 90-yillarda xabaringiz bor bu qattiq zarba berish yenda deb Strike Hard kampeyni boshlab, bizning chegaradan sirtidagi davlatlardan ilhom olganmiz son. Qarindoshlardan ilhom olib bo'limi mustaqillik talab qilmasin deb chiqargan ish buning boshlanishi shu. Endi hozirgi bu nimaga qaraydigan bo'lsak, hozirgi vaziyatiga buningki yurgizayotgan bu siyosatimi o'xshash shuningki davomi. Hozir endi bu darsni nima deyilyapti desangiz, Ukrainadan deyilyapti. Ukrainada masalasida butun jamoatchiligi, Yevropa ellari, Amerika birlashib, iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, qonuniy jihatdan masalan urush jinoyati deb e'lon qildi. Urush jinoyati o'tkazyapti deb. 100 dan ortiq shirkat Rossiyadagi tijoratini to'xtatib, chekinib chiqyapti. Undan keyin ismini sanag'ilmaydigan insonlarni embargo qildi. Ularga zarba berib, meni embargo qildi masalan Putinning Rossiyasidan. Endi bu yerda buningdan bular endi qanday nima qotdi desangiz, bu yana bu yerda bir fursat berasizki va bu tijoriy dunyoni g'arb ellariga besim qilib, bizga iqtisodiy jihatdan besim qiladi ekan. Shunga biz buni decouple qilishimiz kerak, ayirishimiz kerak deb bular hozir chet elning shirkatlariga besim qilib, ya menikin anglaysa ya barda ayran tijorat qiladigan bunday muhitni shakllantirish. Shunga o'z vaqtida so'g'oq urushdan keyin siyosiy jihatdan o'zini o'ngishib olgan bo'lsa, endi hozir jihatdan Ukraina, Rossiya masalasi orqali bular o'zining iqtisodini mustaqillashtirishga urinyapti. Ondan keyin siz Londonda ochilgan Angliyadagi xalqaro diniy erkinlik ministrlar yig'iniga qatnashdingiz. Bu yig'in albatta Amerikaning poytaxti Washingtonda ochilgan xalqaro diniy erkinlik oliy kengashining keyin ochildi. Bu yig'inda siz maxsus nutq so'zlagan bo'ldingiz. Siz bergan nutq qanday nutq, nima to'g'ri so'z? Men ikki nuqta to'g'risida nutq so'zladim. Birisi davlat bexatarlik. Bu davlat bexatarlik masalasida diniy erkinlik masalasi qanday o'rin tutadi? Bir. Ikkinchidan bu 2018-da ijro bo'lgan Elie Wiesel Atrocity Prevention Act shu qirg'inchilikni oldini olish qonunininki ijroiyati Amerika hukumati qanday qo'yadi? Bu early warning sign deymiz. Bishoratlarni qanday qochirib qo'yapmiz?
Bu iki meselenin birincisi de devlet bexaterlik meselesi. Ben nimişki bu işe bunçalik kirişip kettim desiniz. Şu yeni hazırki rolümde olsun ya ki burunki komisyoner rolümde olsun. Bu dini erkinlikni qoğdaşını itibar almaslık. Ötken 50 yıl qaraydigan bolsak, ya uruş cinayeti bilen, ya terrorizm bilen, ya ki bolmasa bu insaniyet krizisi bilen, refugee deyimiz o. Ya ki bolmasa Uygurlar oxşu genosid bilen ahırlaşıyordu. Bunun da mesuliyet kimde? Garip ellerde. Bu 50 yıldan beri nim qatqan, 50 yıldan qoyap turaylı, 10 yılga qaraydigan bolsak, 10 yılın içinde dünya cemaatçilik 3 qitim genosid köydü. Yazidilarni köydü, Rohingya Müslümanlarını köydü, hem de Uygurlarını köydü. Bugünkü Amerika hükümetinin bergen bayanatıdan Putin mo genosid taraf gidiyordu. 1 milyonga yakın Ukraynalıkne Rusya'nınki uzak şarkka yerleştirip atkan, qoğlayatkan ahval bu. Bu tarixni koyup berse tekrarlangan narsa bu. Şu anda bir yerdeki bu devlet bexaterlik neymiş ki devlet bexaterlik meselesi? Mesela bunu aldığını ilep mesela Uygurlar 2009 yıl 7. ayının 5'den deydi ya ki 2001'deki terrorizm bahanedeki vurgandığını hesaplasa bu 20 yıldan yağı dünya cemaatçilikiga dikkat kılınlar bunu akıbet yaxşı olmaydı dep teşkilatlar, siyasi rehberler, aktivistler qımıgan iş qılmadı. Bütün dünya cemaatçiliki bu bişaretini kaçırıp koydu ya kömesiyle oldu. Hem de hazır bu devlet bexaterlik meselesi aylandı. Ya Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, azı Putin qaraydigan bolsak, şu bexaterlik meselesi. Suriye'de şunday oldu. Bu devletler bu bütün early warning sign'ni, şu aldığını ala kelgen bişaretini kaçırıp koyup, gazinesini kurtatıdı, özünün halkını kurban qılatıdı. Maliyesini zayıflaştırıvatıdı. Bunun hemmisini aldın ağın olduğun mesele. Uygur meselesi mi şundak? Hazırında bizden bu genocide determination, bu genocide dep attığın ne? Bazı amakat insanlar siyasileştirip de bu diplomatik münasebette yaman bir eğir mesele, bir devlet ne? Bir devlet genocide ötküzüvetse deyiş. Bunu deyiş için her türlü ziyanlarını göz tutup kıldı. Mesela hazır Amerika şu genocide deyişini aldı da katlıqıraq pozitsiya tutup Obama'nın vaxtını hesap alaylı. Kızıl gilemle seli vermey, doğru işini qılgan bolsa, belki bugünkü zulmetinin aldığın ağın bolatdı degenmişler göz qaraşçılığının biri men. Bu şu BBC'dim dedim, appeasement, bu yol koyaş, lebbey deyiş, bu strateji emas o. Başşekillik oldu. Bütün dünya cemaatçiliki, bütün közü körünüp atqanda Uygurlar qırğınçılık atqan uzun boldu. Bu Crimes Against Humanity Uygurlarga bu atqanı az degende 20 yıl oldu. Onu adı iziş desek mi? Şu 2009'da hesaplayla Jodi Chongfa, şu nek meydan itip ötürüş. Bu nime insanlık cinayet bu. Kirdiğin camilerge, namaz okuyduğun yerlerge, dini palet kılgaya taktisip koyup, ayallar kirmeydi, küçük ballar kirmeydi de, küçük inem narisi ballarını, anısından dadısı Xitaycı kep kızıp, bu cinayet başlanıp boğan. Muşlumu kaçırıp koydu. Emdilikte Amerika hükümeti olsun, Avrupa halkı olsun, diplomatik cihetten, iqtisadi cihetten, devlet bexaterlik cihetten bedel töletildi. Muşlu'nun hemmisi aldığında, ben şu meselene, şu münberden paylanıp, dünya cemaatçilikine, Uygurlar kurban bir vatı, Uygurlarının kurbanıga, dünyaya uygun iş gerek. Tazı yeterlik uygun iş yok yani. Bundan keyin albatta bu Romaniyadagi 22-chi qitimliq parlamentlar ara bexaterlik diplomatiya munbir yig'inidan qatnashdingiz va u yerda nutq so'zlagan bo'ldingiz. U yig'inning asosiy maqsadi Ukraina to'g'risida bo'lsa-mu, siz Amerikaga kelgan ham Amerikaning diplomati bo'lish sifatingiz bilan Uyg'ur masalasiga ko'tarib chiqdingiz. Endi u faoliyatchilardan Ro'shan Abbas berib Uyg'urlarning ayfani bir qurishgan degan bo'ldi. Siz u yerda hamda nutqunuzun asaslı məqsədi neyim oldu? Ben dünyada, ben de bu yeni hizmet teyinlip şikepten inkillam o bir dünya sahnesi verildi. Ya o yığın bir işten ki nutq sözleşten başka yana şu like-minded government adamları bilen fikri hareketi oxşaş yeni devir rehberler var Avrupa'da. Şulardan bir arığı kilip şu kilicek üçün, diplomatiyanın kilicek üçün, iqtisadi sağlamlığının geleceği üçün, qimmat göz qarashının sağlamlığı üçün, demokratik sistemlarni qanday qo'g'dash to'g'risida, bu to'g'risida bir söhbət yepiq şekilde, shundaq bir bilan munosabatlar yerga bağım bo'ldi. Endi nutqimga kelsak, bu nutqimda men bu gerçi yig'inning asosiy markazi Putinninki Ukrainaga qilgan shu tajovuzdan keyingi yangi shakllanayotgan Yevropa
vaziyeti, iqtisodiy jihatdan bo'lsin, energiya jihatdan bo'lsin, texnologiya jihatdan bo'lsin. Endi bu yerda bu atayinni kechki Ukrainaning gapini qilsa, Ukraina masalasi bir kuni bir turlik hal oldu. Putin masalasimi bir turlik hal oldu. Putindan keyin balkim dunyo jamoatchiligining ishini Rossiyalar bilan sog'lom munosabat bo'lishi mumkin. Chunki Rossiyada nurg'un demokratlar bor. U demokratlar turma deyotadi hozir. Putinning dushmani bo'lib qolgani uchun. Men ishini u davlatdagi vaziyat bir kun o'ngshiladi. Lekin bu yerdagi bu Chinese Communist Party, Xitoy Kommunist Partiyasi, bu o'ydagi eng cho'ng elephant deb oldim. Elephant degan pil. Buni qanday qilamiz? Bu birisi kelsin, birisi kelsin. Bu Komünist Partiyasi mavjud bo'ladi ekan. Komünist Partiyasining hozirgi shu davlat ichidagi bostirish siyosati, Blinken bu gap dedi, repression at home, aggression abroad deb davlat ichidagi bostirish, davlat sirtidagi besim xarakterli diplomatik harakatlari. Endi buni qanday qilamiz? Bu masalaning oqibati qanday bo'ladi deb endi buni shu Deng Xiaopingdan tortib Xi Jinpingga qadar oraliqda bu Xitoy hokimiyatiningki nutqlarida, sözlərdə, ticari məsələ olsun, diplomatik məsələsi olsun, ictimai məsələsi olsun, pul muamele işləri olsun, texnologiya həmmisi də Qərbki qarta tügəməz davam qılatqan bir cəngni, Xitayca dovcang deydi buna, constant battle deydi İngilizcə. Şunun davam qılatqanlığını Avropalıqlar taz biliklik emas. Xitay hakimiyyəti Amerikalıqlarını, Avropalıqlarını bilib oldu. Bularninki ehtiyatçanlığını, bularninki yaxşı insanlığını, bularninki insaniyet noktasından çıkıp iş qildiganligini, xalqini o'ylaydiganligini, xalqining erkinligini himoya qilgan. Buni bu ajizligini, undan keyin xalqining biror boshliqni ovoz berib sandi ilib oladiganligini bilib oldi. Bu ajizlikni bilib olib, shu o'zininki kengayish siyosatini, dunyo xo'jalik siyosatini kengaytiryapti. Endi bu masalani qanday hal qilamiz? Bu meseleni vaqt kelganda hal qilamiz deb o'tirgan ishmi? Vaqt kelganda hal qilman desa, Ikkinchi dunyo urushi vaqtida Amerikaning bir dehqonning bolasi hech ishdan xabari yo'q berib, Hitler urushda o'zining jinini qurbon qilib bergandek ish qaylanamdi. Yoki bo'lmasa, bu mo'rgilib aeroplan tushiradigan necha qurol yaroq bilan hal bo'lgan masalami? Yoki bo'lmasa Turkiya ta'minlagan bayroqlar dron bilan hal bo'lgan masalami? Bu masalani qanday qilasizlar? Sizlar bu asli bu suhbatni o'tkazish shundaq bir ahvolning aşındaq bir o'ylag'isi kelmaydigan masalaninki dush bo'lishining oldini oladigan masala. Bundan sizlar qachon e'tibor bersizlar deb, shuninglar bu set the stage deymiz, bu suhbat nutqin so'zlab bo'lgandan keyin birma-bir yepiq shaklda sharqiy, markaziy Yevropadan kelgan shu parlament reislari, bosh ministerlar, tashqi ishlar ministerlari, nurg'un yosh yetishgan yangi rahbar bor ekan. Ular bilan ayrim Ukraynaliklar bilan suhbat o'tkazdim. Bir muncha parlamentda Bulgariyaliklar, onandagi Romaniyaliklar, Vengriyaliklar, 3 Baltik, Latviya, Litvaniyaliklar bu masalada bek aktiv. Ulardan da biz like-minded deb, biz Amerika hukumatimiz shundaq. Bu Blinkenning align degan Xitoy qarshi 3 cho'ng siyosatininki invest, align, competition degan mablag' selish, ittifoqlashlardan yaqinlashish, onandagi raqobat qilishning ikkinchi nuqtasi shu. Buni izchillashtirish uchun Uyg'ur masalasini markaz qilgan yepiq shaklda nurg'un suhbatlar yapadim. Bu sizningcha bu qitimqi safaringizda bo'libmi? Angliyada ham Romaniyada ochilgan ishki yig'in qatnashish jarayonida bu Yevropa davlatlarining bularniki Xitoyga bo'lgan tushunchasi cho'nqurlashib, Xitoyni tahdid qilgan bir kelgandakmi? Bu yerda ikki turli qarash mumkin. Men ommaviy xalqlarga suhbat o'tkazib baxtda, masalan, shu to'planti yig'inga bu logistik shopurlar, bu hotel işlerini yardım qilganlar, ishqinalda kutib oldiganlar degandek bu xizmatchi, support teamlar bilan so'zlashib baxtdim. Ularda izchil bir Xitoy qo'rqinishi vahimasi shakllanibdi. Endi hukumatning odamlar bilan tishda so'zlashganda bular odatda diqqat qilib suhbat qilib bordi. Ichiga kirganda bularni to'xtatib olmaydigan darajada bo'libmi shu texnologiya jihatdagi incursion, texnologiya uskunalarini ta'minlash masalasi. Bu odamdagi Belt and Road bir balvoq bir yo'l masalasini nihoyatda jiddiy o'tibdi. Bu texnologiya jihatdagi tahdidi bularni nihoyatda nima ekan. Andan keyin yana birisi ham shu Covid diplomasi deb bir gap chiqqan. Bu diplomatiyada shu vaksinalar, maska masalasi to'g'riliq nurg'un Yevropaliklarni Xitoy hokimiyati o'ziga
qarshi qilgan ahvolni ko'rdim. Chunki Yevropaliklar siz bilasiz Hitlerdan sog' salomat chiqqan kommunizmda mesela Romaniya Ceausescu'nun davrida nait izlagan bir millat. Kommunizm degan narsa bular uchun bir qarang'u dunyoni eslatadigan masala. Yani bular kelib yana bir kommunist hukumatda o'xshamagan usuldan xo'ja bo'lganға, o'xshamash usuldan bir-birini partiyalarni bir-biriga jangga soladi ekan Putin bilan Xi Jinping. Yani bularning orasidagi bu suhbatlar bir uyg'unishni nim qildim, lekin bu yerda bu Yevropalikning hammasi uyg'ongandek emas. Mesela Angliya bilan Germaniya, Fransiya, Belgiya, G'arbiy Yevropadagilar yanalam shu shirin xiyollarda, yana shu shirkatlarningki iqtisodiy manfaatni chiqish qilib, yana shu Putinning ustida dastlab ma'mul qilayotgan, lekin sharqiy markaziy Yevropadagi burunqi Sovetning dardini tortgan millatlar, xalqlar, davlatlar botir bir qaysar bir ochiq fikrlik yo'lini tutayotgandek, texmo bu Amerikaga o'xshash mushundaq bir mavqeda qimmatda ish qilishni markaz qilgan bir davlatlarga texmo yaqin ittifoqdosh bo'lishni orzu qilganligini to'nib yetdim. Undan start bu o'sha davlatning siz ko'rgan diplomatlar bo'lsin yoki xalq bo'lsin u yerda ularning Uyg'ur bo'lgan tushunchasi qanday hozir? Men Uyg'ur bo'lganim uchun men Amerika hukumatining bir amaldor emas, Uyg'ur bo'lganim uchun bu suhbatga da'vat qilish bek nim bo'ldi, keng ko'lamda bo'ldi. Angliyada shunday bo'ldi, bu Romaniyada shunday bo'ldi. Bu yerda bu Uyg'urlarga shunday qirg'inchilik qilayotgan bir hokimiyat. Biz ko'rgan bu kinoni deydi ko'pincha vaqtida suhbatlarda. Undan keyin bu bir sağlam ketayotgan bir demokratik sistemni Hong Kongni o'rib etgan bir davlat. Undan keyin bu kundalik tahdid qilayotgan Tayvanga o'xshash demokratiyaga tahdid qilayotgan bir davlat bilan qandaqmi sağlam munosabat o'tkazgun ol deb xalqliq 3 masalasining ichida Uyg'ur masalasida masalan nemishki bu bunchalik bir rehimsizlik nereden keladi? Ikkinchidan bu qandaq elib berilyotidi? Bu yerdagi bu qulluq amgaki bilan texnologiyaning roli qandaq? Bu bilasiz, men bu ikki masalada nihoyatda diqqatim markazlashgan masala. Chunki Hitlerninki boshda deyishgandek bu Yahudlarning qirg'ini bilan hozirgi Uyg'urlarning qirilishida bu texnologiyalar bu qulluqninki roli nihoyatda cho'ng. Uni ilgari surayotgan, davom qilayotgan, mukammallashtirayotgan omil. Ham mush so'g'larda bo'lib shu slave labor to'g'risida bu texnologiyaning roli to'g'risida facial recognition deymiz, DNA ilish, o'rnak ilish mushiyaslarda yamanchiq suhbat etdik. Ama ularning hozir hamda Uyg'urlarga bo'lgan tushunchasi chiqib, masalaning eg'irligi, ham ularni ma'lum darajada kuch chiqarib buni to'xtatish to'g'risida bir niyatlarning borligini ko'rdingizmi? Ko'rdim. Bu yerda bir frustration bor, siqindi his qildim bunda. Chunki bularningki national government, men ko'rishganlar ko'pincha national parliament, bu davlat parlamenti. Undan bilasiz, bu davlatlarning hammasidan Yevropa parlamentida yana millat vakili bor. Bular ko'proq shu Yevropa birligidagi millat vakillariga umidvor bilan ma'mul qildi. Chunki shu Yevropa birligining tashqi siyosati bu a'zo davlatlarningki ma'qullashdan o'tirg'i chiqadigan bir siyosat bo'lgani uchun o'zining mustaqil tashqi siyosat bilan davomli gap qilyotdi. Lekin uningdan bir narsa chiqmadi. Masalan, kichik davlatlar Baltik rayonida Uyg'urlarning genosidini e'tirof qilgan davlatlarning biri. Lekin Yevropa parlamenti oqida qilyapti. Ben bundan nimasi? Biz Yevropa parlamenti orqali kollektivli, bu kollektiv shaklda taqabul turishninki omilni unumli omil deb izhor qilishganlarini angladim. Romaniyadagi bu yig'indan keyin bu Romaniya hukumati Xitoyning Huawei 5G rad qilgan bo'ldi. Sizningcha bu yig'inning natijasimi bu? Bu yig'inni o'rlashtirgan shu Romaniya parlament tashqi ishlar komitetining 35 yoshlik millat vakili Pavel Poposko shu Huawei'ga jang qilib to'xtatgan shaxs hamda. Uningki bu hayotidagi eng cho'ng hozirgacha siyosiy hayotidagi qozongan natijasining cho'ng bir ko'rdi ekan. Hem shunchalik qarshiliklar taqabul turib mush masalani o'tirg'i chiqiribdi. Endi buningki o'ziningki life mission deydi, shu kommunizm ideologiyasiga o'zi bir Romaniyadagi kommunizmning qurboni bo'lgan bir oilaning farzandi bo'lishdan. Bu Huawei masalasi olsun, boshqa Xitoyning texnologiya shirkatlarining masalasi, Hikvision to'g'risida aytib ko'p suhbat bor. Endi bu parlamentlar, hukumatlar bu dunyoda men kitobimda yozdim buni, kelajakda agar diqqat qilmasa
Muşu Xitayninki muşu surveillance, Xitayning muşu kelayotgan uskunlari qandaqdı uluğa bir iqtisodiy jihatdan beqindi holatni shakllantirgandan boshqa bu demokratik ellarninki so'yilgan, mudofaa qiladigan bu erkinlik ideologiyasining, demokratik sistemasining tahdid qilganligini ifodalab bu shu kichik bir davlat olsunmu, muşu xaviga tik tura olganning o'zi taqdirlash tegishli masala. Men buni kitobda yozdim. Google'niki sobiq prezident boshlig'i shu Eric Schmidt 2028-yilda Xitoycha internet, Amerika internet o'tirg'a chiqadi degan bir fikrni o'tirib qo'ygan. Endi buni azroq internet texnologiyadan xabari bor insonlar buni darhol buning qanchalik bir dunyoni bo'ladigan bir omil bo'lib qolganligini his qila oladi. Butun bank sistem, havo qatnashi, telekommunikasyon bu aloqalashish, hukumatlar bütün hamma narsa bo'linishib boshladi. Mush tahdidga Yevropa ellari biraz ciddi muomala qilayotgandek ko'rdim. Hozirgi internet Amerikaningki support bilan bo'lyotdi. Lekin Xitoy internet chiqqandan keyin shu 80 necha davlat siz o'tganda Yusuf ko'p testimoniy qilganimiz dedik. Hozir shu vaqtlarda 80 dan ortiq davlat Xitoyning texnologiya jihatdagi shu surveillance, shu kuzatishni, nazorat qilishni qabul qilib bo'lgan. Balki bu 100 dan oshgan bo'lishi mumkin. Dünyada 190 devletning yarmi degidek Xitoyning texnologiyasini qabul qilib bo'ldi degan gap, bu zodi texnologiya jihatdan hozir qutblashish boshlandi degan so'z. Bu insoniyatga bir tahdid bu. Masalan, o'ylab beqing, ashta bo'lgandan keyin bu bank sistemasi Xitoycha til bilan bo'lgan bo'ladi. Uningdagi ularning shu kontrol bilan bütün shu havo qatnashi, shu control tower deymiz, ularda suhbatlashishni masalashi kerak. Uningdagi bu hozirgidek bir unified system bilan bir narsa telekommunikasyon u yoq bu yoq bo'lmaydi. Nurg'un glitch xuddi Rossiyaning relasi bilan butun dunyoning relasi o'xshamaganda Rossiyaning relasi keng bo'ladi va Yevropaning Amerikanikiga qaraganda. Shunga o'xshash bir masala. Endi mush narsalarni bu qandaqdir bu masalani o'tirib qo'ygan chog'da men bo'lay, boshqadan bo'lay va amerikaliklar o'zining ideyasini tinglayotdi. Va bu Uyg'ur o'g'in uchun bu dunyo tahdid bu. Bu masala qandaq masala? Bu Xitoyning surveillance technology Uyg'urlarning laboratoriya bilab berdi Xitoyning bu nimasiga. Diqqat qilmasa diniy erkinlik, inson haqlari, bu jamiyat amonligi, undan keyin bu kelajakdagi opposition, shu o'qituvchilar ovoz berish rekord hamma narsa hukumatning bir otokratik hokimiyat o'tagan shaxsning o'zining o'rindig'ini, o'zining salohiyatini saqlash uchun ib boradigan, jang ishlatadigan bir qurolga aylandi. Buni bunda o'ylab baqsa, bu bir qo'rqinchli bir yo'nalish bu. Oxirgi savol, ya'ni sizning bu qitimki safaringiz jarayonida bu Amerika bilan o'zining ittifoqdoshlari, ya'ni Yevropadagi birlikda hozir shu Xitoy masalasini, albatta hozir eng jiddiy masala Rossiya masalasi Ukrainaga besib kirgandan keyin ikkinchi qadamda albatta bu Xitoyni qandoq muomala qilish yoki qandoq bartaraf qilish, bu Xitoy taktini oldini olish to'g'risida cho'nqur bir hamkorliklarni ko'rdingizmi? Shundan qarab ketyapmiz. Bizningki bu Trump hukumati olsun, Biden hukumati olsun, bu bir siyosatda qonunchilikda shunday masalani eng bosh to'nib chiqish kerak. Buni issue identification deymiz yoki masalani to'nish deymiz, oydinlashtirish. Hozir Amerikadagi ikki hukumat, Yevropadagi hukumatlar bu masalani to'nuqliq. Lekin bu yerda bir coherent, mundaq bir izchil bir siyosiy bir nima yo'q, plan. Bu planning bo'lmasligi Amerikada shundaq, Yevropada shundaq yomon distraction chiqib ketdi, diqqat chechildigan ishlar. 2 yilning oldida Covid chiqdi. Dunyo sog'lomlik masalasidan kirishib ketdik. Undan keyin bu ta'minlash zanjiri masalasi chiqdi. Undan keyin ham hozir mol bahosini o'rlab ketish masalasi chiqdi. Undan keyin bu yil qishda energiya masalasi bo'ldi. Undan keyin bu urush bo'lyotdi. Mush narsaning hammasi Xitoyga foydasi bo'lyotdi. Aslida bu masala to'nilgandan keyin meselenin tonulganını onunla bir stratejik plan tuzduğun bir vaziyet gelmiş. Şu an hazır qaraydigan bolsak, Amerika ile Xitoy arasında bir ciddi söhbet yok. Sözleşilen narsa mı yok? Mesela sözleşilen narsa ise Xitoy çıkıp deydi bu genocide degan gapni tashlaysa deydi. Amerika bizning tashlanmaymiz ki. Bu Amerika hukumatininki bu genocide kelishimiga a'zo bo'lgan bir davlat bo'lish bilan bu ahdnoma majburiyati. Hazır 9 devlet ve parlament bunu itiraf qilgan, taqallar itiraf qilgan. Bu bizningki qilishdagi ishimiz bu. Buni bu Amerikaliklardan voz kechtirishga urinayotgan. Bunda bu xalqlik masalada 1 kilometr hozir Amerika arasida bir xabarlarda hech nima yo'q. Bir Xi Jinping bilan Biden yüzünden görüşüp bakmadı bugün kadar. Yani telefon söhbet etkizyapti.
Bunun sebebi jig'ib kelsak, shu qimmat ko'z qarash masalasi, Uyg'urlarni qulluq sistemaga qurban qilish masalasi, davom qilayotgan qirg'inchilik masalasi, ondan keyin Amerikaning dunyo sahnasiga rahbarlik shu demokratik ideologiya jihatdagi yetakchi kishini ojizlashtirish qilayotgan harakatlar tufaylidan bu yerda hech bir ongoing davom qilayotgan bir diplomatik engagement yo'q. Suhbat va so'rgan savolga javob beradigan. Shu yig'ib kelganda Uyg'ur masalasi bir negizlik masala. Bu dunyoda bo'layotgan bu har turli Uyg'urlarning hech aloqasi bo'lmagan masalalarningki sababidan Yevropaliklar olsun yoki bizning hukumatimiz olsun bunga bir izchil bir tadbir qo'llanilganiga bir a'lo sharoit bo'lmadi. Rahmat sizga Nuray efendi. Sizga ko'p rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi hafta ko'rishguncha xushvaqt bo'ling.